Aeroport Domodedovoga kelib qoldim. Mashina chiqqanda mo'yka qilgandi. Vau, ahvolini qaranglar. Pagoda shunaqa. Короче, Domodedovoga keldim. 1 soat 7 minutda. Даже 1 soatda keldim, to klient tushirganimcha. 3600 ga keldim. Endi hozir qancha komissiya olganini ko'rsataman. Tak. 3600 ga keldim. 2500 qoldi. ₹900 Yandex oldi. Gipkini yoqqanim uchun ₹140 oldi. Komissiya parka ₹4. Itago 3600 dan 2500 pul qoldi. Meni har kunli ishlaganimni ko'rib olib, "Voy, siz вообще ishlamaysiz-ekan" demanglar. Chunki Yandexdan tashqari yana ishlarim juda ko'p. Qanaqa gaplar o'rtoqlar? No. Endi qattiq ishlayman deb har kun aytaman.